tez yordam nima uchun kech qoladi? Buni sizlarga qisqacha qilib tushuntirib beraman. 20 yil oldin yangi o'qishni bitirgan vaqtimda tez yordamga ishga kirganman. Ishga kirib, birinchi ish vizipim shunday boshlangan. Tez yordamda o'tiradigan, 03 da o'tiradigan hamshira vizitni qabul qiladi. U yerda tinimsiz qo'ng'iroq bo'ladi. Telefonni olyapti, vizit tushyapti. Familiya ismi Hakimov G'ulomjon. Nechinchi yil deydi? 80-yil. Nima bo'lyapti deydi? Yuragim yomon bo'lyapti deydi. Adres deydi. Masalan, Bo'ston dahasi, Ibn Sino ko'chasi, 48-uy. Qayerda kutadi? Manzil deb mo'ljal bering deydi. Paynet budkani oldida kutadi deydi. Buni 03 dagi vizit qabul qilgan hamshira oldi. U yerda tinimsiz qo'ng'iroq bo'lganligi uchun vizit oldi. Undan keyin yana bitta vizit tushdi, uni oldi. Yana vizit tushdi, uni oldi. 3 ta vizit bo'ldi. 3 ta vizit bo'lgandan keyin 3 ta vizitni hamshira oldida keyingi ro'yxat qiladigan, registrga o'tiradigan hamshiraga berdi. U hamshira oldida o'zining jurnali bor. Jurnalga yuqoridagi hamma narsani yozib chiqdi bitta-bitta. Hakim G'ulomjon, 80-yil, Yuragimxon, Bo'ston dahasi, Ibn Sino ko'chasi, 48-uy, mo'ljal paynet oldi dedi-da, bu yerga nomer qo'ydi. 17 80 raqamni qo'ydi, buni qo'ydi, buni qo'ydi, buni qo'ydi. 3 ta vizitni oldi. 3 ta vizit turibdi. 3 ta vizitni olib, keyingi xonaga dispetcherni oldiga olib chiqdi. Dispetcher ko'radi-da, bitta, ikkita, 3 ta. Eshshahardagi bitta vizit, bu Yangi bozordagi vizit, bu Bo'stondagi vizit. Ko'radi-da, Eshshaharda kim bor ekan? Ha, Eshshaharda palonchi bor ekan deb unga telefon qiladi. Yangi bozorda kim bor ekan deydi, unga telefon qiladi. Vizitni oldi. Buni Bo'stonga boradigan odam yo'q ekan, menga beryapti. Meni chaqirdi, bordim, vizitni qo'limga berishdi. Bu yerda soati ham bor, 7:30 deylik. Oldimda garajga boraman. Garajda yerda 20 tadan oshiq tez yordam shofyorlari bor. Vizit bor Bo'stonga deyman. Kelishadi. Ha, kim navbati? Palonchi navbati. Palonchini chaqiringlar deydi, u keladi. Uni olamizda, ko'radida qayerga ekan? Ha, Bo'stonga ekan. Vizitni oladida, mashina qizgincha deydi, "Meni yozib olayman" deydi. U ham yozadi. Yozgandan keyin vizitga boramiz. Xullas, bu proses eng kamida 20 daqiqa bo'ladi. 20 daqiqadan keyin biz bordik, vizitga borsak, ikkita ayol qo'y go'shtida osh yeb o'tirishibdi. Kasal kim desam, kasal biz deyapti. Nima shikoyatlar bor desam, qo'shnimiz qo'y go'shtida osh chiqargan ekan, qon bosimi oshardi, bir qator o'lchab qo'ymaysizmi deyapti. Xullas, bir kunda 20 ta vizit qildim. 20 ta vizitni birortasida ham tez yordamga muhtoj chaqiruvga bormadim. Hammasi shu ahvol. Shuning uchun bu endi 20 yil oldingi narsa, hozir balki texnika rivojlangan, bunaqa emasdir. Shuni aytib qolmoqchi edimki, tez yordamda imkon qadar tez yordamga muhtoj odamlar chaqirsa